Toshkent tumani Eshongozor mahalla navbat uyimizga keldik. Bu uyimizda 3 sotu, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Darvozamiz kattagina. Bu yerda mana bizda sanuzel. Bu yerda bizda kladovka. Bu mana bizning uyimizni ko'rinishi. Bu yerda mana zona joy qoldirilgan. Uy ichini obzorga beramiz, ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Bu yerda mana bizda kurush xonamiz. Bu taraf spalni. Bu tarafda sanuzel. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bitta stol qo'yib, ko'pchilik mehmonlar sodorsa bo'ladi. Bitta bizda diski xona. Sanuzel bu yerda. Radix İspanya bu yerda. Bu yerda yana sanuzel. Böyle bizde de oshxona. Bu yerda xohlasanglar buni o'rtacha stol qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ustiga gilam, ko'rpacha qo'yib tapchan hisobida o'tirib foydalansanglar bo'ladi. Biz bu uyimizga 140 ming so'raymiz.